Hozirgi videomiz yana bir eng muhim bo'lgan voqelikka, Xitoy tarixidagi voqelikka mo'ljallangan bo'ladi. Zoom-E konferensiyasi. Assalomu alaykum. What's up, fellas? Hozirgi videomiz yana bir eng muhim bo'lgan voqelikka, Xitoy tarixidagi voqelikka mo'ljallangan bo'ladi. Zoom-E konferensiyasi. Bu o'sha Long Marchdagi bo'lib o'tgan voqea va hodisalar, ma'lum bir harbiy qulashlar yoki harbiy mag'lubiyatlarni asosida ta'sirida kelib o'tgan konferensiya hisoblanadi. Ya'ni o'sha davrdagi Mao-Zedong, Bogu va Otto Braun, Bogu va Otto Braun bu Sovet tomonidan o'rgatilgan yoki Sovet maktabini ko'rgan CCP boshliqlari bo'lgan. Bogu va Otto Braun. Aynan mana shu uchta shaxs CCPning eng yuqori liderlari 1935-yil haqida gap ketyapti. Aynan o'sha davrda kalit figuralardan hisoblangan, kalit boshliqlaridan, o'yinchilaridan hisoblangan. Aynan o'sha davrda ularni o'zaro majlis qilib, aynan bu kabi katta mag'lubiyatlarning sababi va hodisalarni o'rganishga biroz vaqt sarflashadi va aynan shu davrda Maoning liderlik va Maoning urush davridagi creativity, ya'ni o'zini fikrliligini ko'rsata olgan bo'ladi. Qanday urush olib borishlik maqsadida va u o'zini yangi taktik va tizimli urushlarini guerrilla warfare deydi. Ya'ni aynan mana shu guerrilla tactics orqali sovetlar staylini, sovetlar urush olib borish ko'rinishini u o'ziga mahalliylashtirishga harakat qiladi va ma'lum bir taktikani, ma'lum bir urush taktikasini ishlab chiqadi. Aynan mana shu yerda, mana shu yilda 1935-yilda Zoom konferensiyasidan keyin Maoning ushbu uchta liderlardan yana yuqoriroq liderlikka egalik nuqtasida bo'lib qolganligiga, aynan o'sha Zoom konferensiyasi buni yagona lider deb katta sahnaga olib chiqqan voqea, hodisa hisoblanadi. Va bu uni yagona markazlashgan katta o'yinchiga, katta sahnaga olib chiqqan.